Quruvchi akalarimiz diqqatiga, 15 ta xonadonga mo'ljallangan qurilish obyektimiz chiqyapti. Obyektimiz adresiga kelayotgan bo'lsak, Nasaf Med klinikasining orqasi Urdidan shunday kirib kelsangiz ham bo'ladi. Bu tarafga Gorodel to'g'risidan kirib kelsangiz ham bo'lar ekan. Ana shu obyektimiz sotuvda. Podvalli, ikkinchi etajga chiqqan уже. Hujjatlar hammasi joyiga, razresheniyalar hammasi olingan. Obyektimiz podvalli qilingan. Endi o'zingiz moslashtirib, yana o'zgartirish kiritsangiz ham bo'lar ekan. Gazlar hamma narsalar o'tgan bu tarafga. 15 ta xonadonga mo'ljallangan proyektlarni ham tayyorlab beramiz. Bu akamiz ikkita obyekti bo'lgani uchun bittasini sotib, qiynalib qolgani uchun sotyaptilar. Qurilishi shunday birdan davom ettirsangiz bo'ladi. Narxini kelayotgan bo'lsak, 130 ming startli so'ralyapti. Realni real narxi beriladi. Hujjatlari hammasi joyiga, bemalol aloqaga chiqib savdo qilib olsangizlar bo'ladi. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.